Bugun test imtihonida eng ko'p hammani qiynaydigan mavzu ruxsat etilgan tezlik masalasida gaplashamiz. Asosiy qismni boshlashdan oldin eslab qoling. Umumiy tezlik me'yori bor, lekin yo'l belgisi cheklasa, har doim belgi ustun. Aholi punktlarida transport vositalari tezligi soatiga 70 km dan oshmasligi kerak. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari yaqinida, ya'ni ularga yetmasdan va o'tib ketgandan keyin 300 metr masofagacha transport tezligi soatiga 30 km dan oshmasligi lozim. Turar joy dahalari va uylar orasidagi hududlarda esa transport vositalari soatiga 20 km dan oshmagan tezlikda harakatlanishi kerak. Shuningdek, Nukus va Toshkent shaharlarida, viloyat va tuman markazlarida hamda shahar hududlarida transport vositalari soatiga 60 km dan oshmasdan harakatlanishi ruxsat etiladi. Yengil avtomobillar va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari uchun maksimal tezlik soatiga 100 km. Shaharlararo qatnaydigan avtobuslar va mikroavtobuslar uchun esa harakat tezligi soatiga 90 km dan oshmasligi lozim. Boshqa turdagi avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar hamda ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari uchun maksimal tezlik 80 km etib belgilangan. Videoda barcha muhim ma'lumotlar sig'maydi. Qolganlarini Telegram botimizdagi yodlab ol bo'limida oson o'rganing.